o'limgacha bo'lgan onlaridir. O'shaning uchun aytyapmizki, agar biz to'xtasak, demak hayotimizni eng go'zal kunlari ortda qolishiga rozi bo'lgan bo'lamiz. Bunday tushunsak, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Shuning uchun ham boyagi bilim insonlari aytishadiki, bu o'zgarishga bo'lgan, ilmga bo'lgan safar bu umrbod davom etadigan bir safardir. Buni bir joyda to'xtatib bo'lmaydi. 40 ga kirgan, xotini ovunchoqqa aylangan, bolasi ermakka aylangan, hamma qiladigan ishimni qilib bo'ldim deydi, hayotini qolgan qismini nima bilan to'ldirishni bilmaydigan biriga aylanib qolish, bu juda bir achinarli